Xudoga shukr, men hamma odamlarim bor. Yolg'iz emasman. Hozir men odam chaqiraman. Hozir mana shu yerda meni oyoq. Mojida, bu yoqqa chiqdi. Mojida. Mojida. Bu yoqqa qara qani? Maya qaradi. Bakalashga olib qachon xolani eshik to'sdi. Keyinchi? Nima keyin? Katta bakalashkada suv olsa, issiq sovuq qilayotgan odam 10 litrli bakalashka bilan qolyapti. Ko'rdingmi video olmadi? Video nima olmadi? Video. Nima? 3 kun qo'ydimmi? Yo, qara, 3 kun qo'ydim. 3 kun qo'ydimmi? Endi 3 kun qo'yding, 2 kun ko'rdim. Bo'ldi. 2 kun ko'ribdi, bo'ldi. Ana, bo'ldi, 2 kun ko'ribdi, bo'ldi, indamaylar. Hozir shuni isbotini qilamiz. Ana o'zi hamma shuni ishlar bilan shug'ullanadi. Uni qarang-ya, ko'rdingizmi? Mani o'zimni tushimga kirding, mana endi 3 kun suv qo'yganing. Tushimga kirdim, keyin aytdim, tushimga kirdi dedim. Bu ham mashinamga qarayman deb senga suv qo'yapti. Endi tushingizga men kirsam, men sizga suv qo'yishim kerak. Burga aytib qo'ydim. Bu bir umr men bilan janjal qiladi. Bir umr emas, bu yolg'on aytmaydi. Bir umr men bilan sudlashadi. Nimada? Mojda sizga shuni ishlar qiladi. Mojda mana men ko'ylak solib urush qildim. Manchi. Ya, men sizga nima qilganman? Nima suv sepasan? Ko'rdingizmi? Nima ko'rdingizmi? Mana ko'rgan. Bu tuhmatchi, bu hamma tuhmat qiladi. Tuhmatchi emas bu, to'g'ri aytman. Ko'rdim deyman. Sen hamma narsani ko'rasan. Sen hamma narsani ko'rasan. Mani, alkashlar, men bu yoqqa turganga, meni nasiba bilan tushirganim sen, xo'pmi? Bu Xudoda biladimi? Bo'ldi. Men siz tushingizga kirganman, a? Tushimga ham kirding, moj demay. Tushingizga kirganim uchun men bilan janjal qilyapsizmi? Albatta, men aka ko'rdim. Ya, siz men qarab, men haqorat qilasiz. Kim haqorat qiladi? Nima qildi? Haqqingiz bor haqorat qilishga. Suv sepdi. Ya, hozir sen hayvonsan, haromsan deb ketyapsiz. Menga puq bermay gapiring. Xo'pmi? Odamlar bilan janjal qilib. Kim bilan? Otini ayting, kim bilan? Hamma bilan urush qilasan. Kim bilan? Hamma bilan go'shingni yeysan. Otini ayting. Otini aytmayman men. Nima uchun ayta olmaysiz? Hamma bezor. Shu pishayindan ham bezor. Hayvonlarni boqishga konstitutsiyon huquqimiz bor. Eshikni ochib o'tira olmayman. Shu pishay kiraveradi uyga. Yo'q, ko'rdingizmi? Ko'rdim. Men ko'rmayman. Necha marta o'yinga kirdi pishay. Alloh tepaga borda, siz Qur'on ushlagan ayolsiz.